Assalomu alaykum birodarlar, do'stlar, sizda prostatada shamollash, gripp, astma, bronxit, tuberkulyoz kasalligi bormi? Va hamda podagra, artrit, reumatoid, revmatizm bormi? Mana do'stlar, Clever Billy ko'ryapsizlarmi? Mana yunguchqa ham deb aytiladi ruschasida Clever Billy, ya'ni oq kliver. Do'stlar, ana shuni gulini, mana gulini 10 donasini 1 litr suvga damlaysiz va 3 mahal och holda ichasiz ovqatdan oldin. 1 oydan 4 oygacha iste'mol qilish mumkin. Bu juda ham zo'r narsa. Dam qismalar bo'ladimi, og'riqlar bo'ladimi, prostatada muammo, antibakterialniy ta'sir qiladi undan tashqari va erkaklar, ayollar, jenskiy, mojskiy shamollashlarga juda ham zo'r o'rtoqlar. Foydalaning, hamma joyga tiqilib yotibdi. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana do'stlar, tuman markazimizda oldan video qilyapman. Kattaqo'rg'on tuman hokimiyati. Agar topolmasangiz Kattaqo'rg'on tuman hokimiyatining oldiga kelsangiz, mana terib ketasiz. Shuncha dehqonchiligimiz bor, kelaverasizlar. Sog' salomat bo'ling, Allohga omonat xayr, asos so'z asrang.